Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi xalqi, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich, mani murojaatim shundan iboratki, men mana shu Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevadan, Prezidentimizdan amaliy yordam so'rayman. Buni ko'rib, mana shu davlat tashkilotlari yordam beringlar. Chunki men shu 2025-yil aprel oyidan buyon 11.02.102 Prezident portaliga yetarli murojaat qoldirdim, lekin hech qaysi o'rganilmadi, menga umuman yordam ham berilmadi. O'rganilmasdan berkitib yuborildi, meni ishtirokimsiz ko'rib ham chiqilmadi. Menga mana shu Qo'qon shahar IIB tomonidan o'sha 7-sentyabrdagi maktab direktorini yolg'on tuhmat nimasi bilan, arizasi bilan o'sha yonidagi ishchilari bilan birga bo'lib qilgan tuhmatini orqasidan menga jinoiy ish ochishgan. Ya'ni mani o'sha 27-avgust kuni fuqarolik sudiga Farg'onaga borganda onasi bilan haqorat qildi, sudda janjal bo'ldi deb, keyin ijtimoiy tarmoqda anonim bo'lib o'sha haqorat qildi deyilgan. Men buni shu dekabr oyigacha bilganim yo'q. Endi menga to'liq hech kim tushuntirgani yo'q. Men 9-oktyabrda boshqa masalada onamni o'sha ichki ishlarga Qo'qonga olib borganimda meni hech kim chaqirmagan edi. Olib borsam, sizga jinoiy ish ochilgan deydi, sababini so'rab, qanday mendan tushuntirish xati olinmasdan turib jinoiy ish ochiladi? Menga rasmiy chaqiruv xati ham uyimda pochta orqali hech narsa berilmagan, hech kim chaqirmagan, qanday deganman. Desam, advokat olib keling deb o'sha ketkizib yuborgan Doniyorjon degan tergovchi. Shundan keyin advokat order olib bordi, kirgizishmadi, chaqiramiz deb. Keyin dekabr oyida biz uyimizgacha tintib kelib, kasal edim, kasallik varaqasida yo'qligimda kelib, nimagaligini aytmasdan erimga shunaqa qilishganiga men o'sha sababini bilmaganim uchun Ichki ishlar vazirligiga borib shikoyat qilsam, onam ikkalamiz qidiruvga qo'yib qo'yganmiz. Atdan shunaqa qilib bitga olib kelib, advokatim hali kelmasdan turib menga so'roq savol o'tkazib boshlab, o'g'iloninglar tergovchi ruxsat bermasa ketmaysizlar, qamab qo'yishga prikaz chiqqan deb bizni hali aybimiz tasdiqlanmasdan turib, tergov o'tkazmasdan turib, aybdor Facebookda Durdona To'xtaboyeva bo'lib, keyin YouTube'da anaqa fohisha, ilon, kaltak kesak deb haqorat qilib video qilib chiqdi deb turib jinoiy ish ochgan. Tasdiqlanmasdan turib, hali meni tushuntirish xatim olmasdan turib 27-avgust kuni fuqarolik sudida haqorat qildi degan voqea joyi ham o'rganilmagan. O'rganilmasdan turib ish ochavergan. Bir tomonlama direktor gapini qonun qilib turishib, arizasini yonidagi ishchilarini gapi bilan ish ochavergan. Endi meni ishni o'sha Ergashev Jo'rabiy deb ko'rib chiqdi, boshqa qildi. Bizni o'sha Farg'onada 3 ta guvoh, men 27-avgust kuni sudga bormaganligimni, onam o'zlari borganlarini, men uni haqorat qilmaganimni, tergovda o'sha yuzlashtiruvda hamma o'sha direktor guvohlari anonim bo'lib haqorat qilgan deb tuhmat qildi. Lekin bu anonim bo'lib meni tuhmat haqorat qilganim isbotlanmagan. Hech qanaqangi isbotini topib berilmasdan turib, keyin ayblov xulosasida o'zlaricha YouTube'da haqorat qildi, boshqa. Lekin dalil isbotlari yo'q bo'lsa ham meni sarson qilishyapti. Asosli ayblari yo'q. Menga hech qanaqangi deyilani menga ham advokatim ham ko'rsatmay, Ergashev shu Jo'rabek advokatni ham ko'p hali tortishib xafa qildi. Boshlig'iga kirib shalba qilmagunigacha advokatimiz biz uyga ketkizmay majburlab olib o'tirdi. Bir kunda tergov qilib turib, bir kunda so'roq javob qilib turib, bir kunda sudga chiqaraman dedi. Endi keyin prokurorga norozi bo'lib yozdik. Rahmat o'sha Farg'ona prokurori A'zamjonga, Qo'qondagi Anvarjon akalarga ishni boshqa tergovchiga olib berishdi, Husniddinjon degan. Lekin biz o'sha
prokurorda xonalarda o'tirganimizda ish sudga chiqdi, sud qo'shimcha tergov nima qilib chiqarib yubordi deyildi. Keyin biz norozi bo'lib yana Farg'ona prokuraturasiga ariza yozdik. Qachonki bizni haq huquqimiz tiklanib, biz o'sha okonchaniga qo'l qo'ydirmasdan turib sudga chiqargan bo'lsa, sud qaytarib olgan bo'lsa, sud qarorini nima kamchilikka asosan qaytargan, nima bor deyiladi, nima yo'q, bizni deylar bilan tanishtirmasdan turib yana nimaga ular so'roq qilaveradi. Hech qanaqangi asosli bo'pti, bo'ynimga qo'yib mana aybim bor deb ko'rsatsin, ko'rsatmasdan menga ham advokatimga ko'rsatmasdan turib faqat haligi naqa qilyapti-da, tinmay chaqirib bezovta qilyapti bular. Gapingizni tushunmaydi. Men oxiri bugun generalniy prokuraturaga ham shikoyat kirgizdim. Men nima qilishimni bilmayapman. Hech qanaqa meni YouTube tarmog'ida u direktorni hech qanaqa men fohisha demaganman. Ko'zim bilan ko'rmasam qanday aytaman? Kaltak kessam ham ilon ham demaganman. Men Xudoni yaratgan bandasini men haqorat qilaman. Menga tuhmat bo'lyapti. Meni qutqaringlar. Hech narsa bilan oxiri qo'limda faktlarim turib ham oqlab bo'lmayapti o'zimni. Men hech qanaqa 27-avgust kuni sudga bormaganman. Sudga borganim isbotlab ham bergani yo'q. Meni guvohlarim bor. 3 ta u direktorda guvoh bo'lsa, menda ham bor guvoh. Keyin voqea joyini o'zizga unaqa o'rganilmagan. Meni o'zim advokatim zapros berishdi, fuqarolik sudiga berdik. O'sha janjal bo'lgan bo'lmagani to'g'risida berdik. Uni kelishini kutaylik desak ham kutishmayapti. Faqat menga aybdorga qaraganda qarashyapti. O'zlari sirtdan ish ochishib, meni tushuntirish xatimsiz, hech qanaqa dalil isbotsiz hamma delani yashirib, delada hech qanaqangi men aybdor qiladigan asos yo'qligi uchun mendan yashirishyapti, advokatimdan ham yashirishyapti. 102 ga shikoyat qilsam ham, Ichki ishlar vazirligiga shikoyat qilsam ham hech kim ko'rib chiqmayapti. Shuni adolatli hal qilib berishlaringni, menga qilayotgan tuhmatdan meni asrashlaringni. Mana shu maktab direktori meni imzomni soxta qilib ishdan bo'shatib qo'ygan. O'sha hujjat ekspertizasi tasdiqlansa ham bunga hech kim jinoiy ish ochmayapti. Ariza yozsam ham bu direktorning ishini umuman aybdor qilishmayapti, ko'rib chiqishmayapti. Onamni ursa ham 105 bilan ish ochilsa ham hech qanaqangi unga ham chora ko'rishmayapti. Qatga borib bunaqa qilsak ham. Natijada onam sog'ligini yo'qotib yarimjon bo'lib qoldi. Faqat direktorning o'sha bir tomonlama gapi bilan hamma narsa hal qilinyapti.